Videoda chiqarishga hali shoshilmang. Hozir men sizlarga 5 xildan ortiq mini biznes boshlash uchun bo'lgan apparatlarni hozir men sizlarga noldan aytib o'taman. Bular qanaqa apparat desalaring, popkorn apparat, paxta qand apparati, mini vakuum apparatlarim hamda 15 xildan ortiq bo'lgan vaflinchalarim hamda yoz mavsumi kelayotganligi sababli so'ka xolodilniklarini noldan obzor qilib beraman. Bu apparatlarim 220 da ishlaydimi, qanaqa daromad olib keladi, kunlik обороты qancha, shu savollarga hozir javob berib o'taman. Video boshlashdan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz, subscribe maksimal shu sohadagi o'rtoqlarga jo'natib qo'ysangiz, xudo xolasa video manfaatli bo'ladi. Birinchi o'rinda biz popkorn apparatidan hozir obzor qilishni boshlaymiz. Qani ketdik. Mana shu ko'rib turganlaringdek popkorn apparati. Popkorn apparatim 220 da ishlaydi. Narxi keladigan bo'lsak, hozirgi kunda $150 qilib qo'ydik. Popkorn apparatim soatga 1.2, 1.3 kilovat rasxod qiladi. Popkorn apparatim targoviy senda, bog'cha, maktablarda oldiga qo'yib qo'ysalaring, xudo xolasa sizlarga kunlik daromad 150 ming, 200 ming bemalol o'sha stabil sizlarga daromad olib keltiraveradi. Bu popkorn apparatimi 220 tokda ishlat aylantirib beradi. Buni makkasining narxi 17 ming, 18 ming so'm atrofida 1 kilosi. 1 kilo makkani popkorn hozirgi kunda 80 ming so'm bo'lyapti. O'zini hisoblab olsa qancha daromad olib keltiradi. Kunda 6 kilo, 7 kilo pishirsangiz o'sha 150 ming, 200 ming atrofida daromad qilishingiz mumkin. Passiv nomerlar qo'yib qo'yganmiz, aloqaga chiqib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Navbatdagi apparatga o'tadigan bo'lsak, paxtaqand apparat. Bu esa paxtaqand apparat. Paxtaqand apparatni ham narxiga keladigan bo'lsa, birinchi narxini aytib qo'ydim. Narxiga keladigan bo'lsak, $150 qilib qo'yganman. Shu popkorn apparatim bilan narxi bir xil. Sikta narxda, xudo xolasa, paxtaqand apparatim 220 da ishlaydi. Soatga ham o'sha 1 kilovat, 1.5 kilovat atrofida rasxod qiladi. Xuddi shu paxtaqand apparati bilan popkorn apparatni yonma-yon qo'yib, bemalol o'sha bog'cha, maktablar oldiga borib bemalol biznes qilsalaring bo'laveradi. Bu apparatim 1 kilo shakar solsalaring 70 ta 80 tagacha paxtaqand chiqarib berish xususiyatiga ega. Endi 1 kilo shakar narxi 20 ming so'm. Endi stabil o'rtacha bitta paxtaqand 3 ming, 4 mingdan sotsalaring 80 ta 70 tasini o'zingizlar hisoblab olishingiz mumkin. Xuddi shu sohada biznes qilsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa paxtaqand apparatimi ichidan nima chiqadi, zapchastlar chiqadi desalaring, shakar soladigan qoshiqchasi chiqadi hamda paxtaqand apparatini o'zini instruksiyaviy qog'ozi chiqadi. Xo'p, bu paxtaqand apparatim xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Passiv nomerlar qo'yib qo'yganmiz, aloqaga chiqib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telefon qilsalaring ham, tushunmagan narsalaringiz ma'lumot olsalaring ham bo'laveradi. Navbatdagi apparatimizga o'tadigan bo'lsak, vaflinchalarimizni o'tamiz. Hozir 15 xil ortiq vaflinchalarimizni hozir noldan obzor qilamiz. Vaflinchalarimizni ham hozir noldan obzor qiladigan bo'lsak, bular 15 xildan ortig'i bor. O'zingizlar video davomida ko'rib turibsizlar. Xuddi shu ko'rgan vaflinchalaringni passiv nomerlar qoldirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqsalaring, lyuboydan qilib beramiz. Venskiy deysizlarmi, Gangkong deysizlarmi, shunga o'xshash hamma vaflinchalarimizni xudo xolasa narxlarini chiroyli qilib qo'yganmiz. Passiv nomerlar qoldirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. 220 da ishlaydi. Soatga ham 1.2 shunga o'xshash kilovat rasxod qiladi. Passiv nomerlar aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa narxlarini chiroyli qilib vaflinchalarimizga o'xshatib beramiz. Mini vakuum apparatim xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Agar bu uy sharoitiga ishlatadigan bo'lsalaring, bu kichkina mana kattaroq kerak desangiz, kattaroqlardan qilib beramiz. DAZ 260, DAZ 400, DAZ 500 hamda DAZ 600 modellarimiz bor. Bular narxlari keladigan bo'lsak, bu modelimiz 1.8 million so'm qilib beryapmiz. Narigi kattaroqlari kerak desalar, kattaroqlar narxini. Xo'p, kichkinasini 260 likni $400 qilib beramiz. 400 ni $470 qilib beramiz. Hamda 500 lik razmerligini $530 qilib beramiz. Hamda 800, 600 razmerligini $820 qilib beramiz. Hozir men sizlarga hammasini ishlash prinsipini aytib o'taman. Hammasi 220 da ishlaydi. Soatiga o'sha katta kichikligiga qarab rasxod qiladi. Bu narsa biznesga qanaqa aloqasi bor desalaring, qurut, sirning palchka, shunga o'xshash mahsulotlar olib turib, bemalol vakuum qilib turib, o'sha chiroyli qilib safarlar solib turib sotsalaring, xudo xolasa bemalol daromad qilsalaring bo'laveradi. Hozir men sizlarga bu apparatni ishlatib ko'rsatib beraman. O'zlaring ko'rib bitta baho berasizlar ishlashiga. Bismillah. Apparatim xuddi shu ko'rinishda ishlaydi. 220 da bemalol ishlayveradi. 18 sekund, 20 sekund oralig'ida vakuum qilib berish xususiyatiga ega. Xohlasalaring kesib beradi, xohlasalaring salafanni og'zini yopib beradi, dazmol qilish xususiyatiga ega.
Apparatning xudo xolasa narxiga bexijolat. Buni 200 ming, 300 minglarga ham bor, lekin O'zbekiston. Lekin bu vakuum apparat ham o'sha katsifasiga javob beradi. Xitoy zavodskoy. Vakuum qilgandan keyin bemalol 2 yil, 1,5 yil xudo xolasa vakuum holatda qurut, sirniy palchka, shunga o'xshash mahsulotlar vakuum qilsalaring bemalol chidab beraveradi. Apparatimiz signal beradi. Signal bergandan keyin yonida tugmachalar bor. Tugmachalarni bosib bemalol ochib olishinglar mumkin. Apparat shu ko'rinishda bo'ladi. O'zlaring ko'rib turganlaringdek vakuum holatini vafshe moshniy, qurut ham qimmatlamayapti. Bu apparatning ham O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Chegaralangan narxlari pastki nomerlar qo'yib qo'yganmiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishinglar mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Navbatdagi apparatga o'tadigan bo'lsak, so'ka xladitorlarimiz hozir hammasini o'rdan obzor qilamiz. Qani ketdik. So'ka xladitorlarimiz ham o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bittadan to 4 tagacha so'ka xladitorlar nalichi mavjud. Bularni bachoklar 16 litrdan bo'ladi. Bittalik, ikkitalik, uchtalik, to'rttalik qaysi biri ma'qul kelsa sizlarga qilib beraveramiz. 200 grammda ishlaydi. Narxlariga keladigan bo'lsak, bittalisi narxini $230, ikkitalisi narxini $330, uchtalisi narxini $420 hamda to'rttalisi narxini $520 qilib qo'ydik. Ulgurib qolinglar, skidka narxlarda yoz kelgandan keyin narxi ko'tarilib ketib qolsa, noto'g'ri bo'lishi mumkin. Xudo xolasa pastki nomerlar qo'yib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib bemalol bog'lanishinglar mumkin. Xuddi shu o'rgan 5 xil apparatlar ham xudo xolasa bizda наличие mavjud. Hammasini narxini skidka narxida qilib qo'yganmiz. Ulgurib qolinglar. Pastki nomerlar qo'yib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishinglar mumkin. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin. Maksimal shu sohadagi o'rtoqlarni jo'natib qo'ysalaringiz, xudo xolasa video manfaatli bo'ladi.